Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda Rasmiy xabar: Ashraf G'ani iste'foga chiqdi. Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga oldi. Tezkor xabar: Shavkat Mirziyoyev Putin bilan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi. O'zbekistonga qochib o'tgan Marshal Do'stumning hozirgi ahvoli haqida ma'lumot berildi. Afg'onistonliklar ommaviy ravishda Kobulni tark etishni boshladilar. Tolibon Afg'onistonni egallab olgach, matbuot va ayollar uchun o'z shartlarini e'lon qildi. Yoshlar ishlari agentligi boshqarma boshlig'i 37 yoshida vafot etdi. Tolibon chet el fuqarolariga ultimatum qo'ydi. AQSh tilga kirdi. Bayden Tolibonni ogohlantirdi. Endi esa bizda batafsil. Ashraf G'ani iste'foga chiqdi. Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga oldi. Afg'oniston jiddiy siyosiy o'zgarishlar chorrahasida turibdi. Bugun 15-avgust kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani rasman iste'foga chiqdi. Mamlakatning muvaqqat hukumati Ali Ahmad Jaloli va Mulla Abdul G'ani Barodar boshqaradi. Ba'zi nashrlar esa Ashraf G'ani hozircha iste'foga chiqmaganini, bu borada maslahatlashuvlar davom etayotganini yozmoqda. Deyarli bir vaqtning o'zida Tolibon butun Afg'oniston bo'ylab nazorat o'rnatganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarda Kobul ko'chalarida tirbandliklar yuzaga kelganini ko'rish mumkin. Odamlar Kobul aeroporti tomon oqib borayotgani aytilmoqda. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Ashraf G'ani ham o'z maslahatchilari va vazirlar bilan aeroportga borgan, biroq ularga mamlakatni tark etishga ruxsat berilmagan. Marshal Do'stumning hozirgi ahvoli haqida ma'lumot berildi. Marshal Abdulrashid Do'stum hozirda O'zbekistonning Termiz shahrida bo'lib turibdi. Ma'lum qilinishicha, marshal kam sonli ishonchli odamlari bilan Termizga kelib joylashgan. Do'stumning ahvoli, sog'lig'i yaxshi va u favqulodda qaror qabul qilmoqchi emas. Qayd etilishicha, marshal vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonning sobiq ichki ishlar vaziri va Germaniyadagi sobiq elchisi Ali Ahmad Jaloli Afg'onistonni Tolibon harakatining Qatardagi siyosiy idorasi rahbari Mulla Abdul G'ani Barodar Kobulga kelib, hokimiyatni egallagunga qadar vaqtincha boshqarib turadi. Afg'onistonliklar ommaviy ravishda Kobulni tark etmoqdalar. Ertalab banklarga jamg'armalarni olib ketish uchun olomon oqib keldi. Afg'onistonlik deputat Farzana Ko'chay BBCga shunday deydi: "Men uydaman va qochishga urinayotgan odamlarni kuzatyapman. Ular qayerga borishmoqchiligini bilmayman. Dahshat. Ular sumkalar ko'tarib olgancha qochishga urinmoqda." Avvalroq Pokiston Torkam chegara punkti Tolibon qo'lga o'tgani uchun Afg'oniston bilan chegarani yopayotganini e'lon qilgandi. Shunday qilib, Kobuldagi aeroportni mamlakatni tark etishning yagona yo'li bo'lib qolmoqda. Tolibon Afg'onistonni egallab olgach, matbuot va ayollar uchun o'z shartlarini e'lon qildi. Afg'onistonda Tolibon terrorchilik tashkiloti hukmronligi ostida ayollar ta'lim olishi va ishlashi, jurnalistlar esa hodisalarni tanqid qilishi mumkin bo'ladi. Bu haqda Tolibon vakili Muhammad Suhayl Shohin ma'lum qildi deb xabar bermoqda Al Arabiya. Uning aniqlik kiritilishicha, ayollarning barchasi hijob kiyishi kerak bo'ladi. Tolibon kafolat berishicha, ayollar uydan yolg'iz, erkaklar hamrohligisiz chiqa oladi. Bundan tashqari, harakat jamoatchilik orasida o'zboshimchalik bilan jazolash holatlariga yo'l qo'ymaslikni rejalashtirmoqda. Qatl qilish yoki toshbo'ron qilish kabi jazolarning barchasi faqat sud orqali amalga oshiriladi, deydi Shohin. Shavkat Mirziyoyev Putin bilan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi. Shavkat Mirziyoyev Putin bilan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi, deydi Kreml. Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi prezidentlari Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyev telefon orqali Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilishdi. Bu haqda yakshanba kuni Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. Afg'onistondagi vaziyatning rivojlanishi atroflicha muhokama qilindi. Buni inobatga olgan holda Rossiya va O'zbekistonning tegishli vazirlik va idoralari o'rtasida o'zaro hamkorlikni faollashtirishga kelishib olindi, deyiladi xabarda. Bayden Tolibonni ogohlantirdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Tolibon harakati Afg'onistondagi amerikalik xodimlar hayoti xavf ostida qoladigan bo'lsa, harbiy javob qaytarilishini ma'lum qildi. Ular tomonidan Afg'oniston hududidagi AQSh xodimlari yoki missiyamizni xavfga qo'yadigan harakat sodir etilsa, Amerikaning tezkor va qat'iy harbiy javob bilan kutib olinadi, deydi Baydenning bayonotida. AQSh prezidenti Tolibonning Dohadagi vakillari bu haqda ogohlantirilganligini qo'shimcha qildi. Avvalroq AQSh Kobuldagi diplomatlarni evakuatsiya qilishni boshlagani xabar qilingan. Bu operatsiya uchun Pentagon Kobulga 5000 nafar askar yuborgan. Tolibon chet el fuqarolariga ultimatum qo'ydi. Tolibon radikal guruhi Afg'oniston mamlakati ustidan to'liq hukmronlikni o'rnatgandan so'ng quyidagicha talab qo'ydi. Chet elliklar mamlakatni tark etishlari yoki harakat vakillariga ro'yxatdan o'tishlari shart ekanligi belgilab qo'yildi. Avvalroq xabar berib o'tganimizdek, jangarilar amerikaliklar afg'on harbiylariga topshirgan mamlakatning eng yirik Bagram aviabazasini ham egallab olishgan. Shuningdek, Pulit shahri qamoqxonasi ham jangarilar nazorati ostida o'tgan.
Yoshlar ishlari agentligi boshqarma boshlig'i 37 yoshida vafot etdi. Bugun 5 avgust kuni Yoshlar ishlari agentligining 5 tashabbus loyihalarini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Mansurbek Masharipov 38 yoshida vafot etdi. Mansurbek Masharipov Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati tizimida uzoq yillar mehnat qilgan. Keyinroq Yoshlar ittifoqi va Yoshlar ishlari agentligi Xorazm viloyati boshqarmalari rahbari bo'lgan. 2020-yilda 5 tashabbus loyihalarini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangandi.